Assalomu alaykum hurmatli Boshlandi. kuzatuvchilar. Demak biz streamerimizga start berdik. Bugun sizlar bilan nima haqida gaplashamiz? Kommentda yozinglar, keyingi videoda chiqaramiz. Tak. Demak boshladik. Men topdim ideya. Tasavvur qiltiradi. Qarang, bildi Zayba. Shu yerni kesib ulab qo'yamiz. Nixuya to'g'ri kelmaydi bunga. Nimaga? Yo'q. Mana qarang, yiban. Bunday bo'ladi, gap mana bunaqa bo'ladi. Do'stim birinchi marta sizlarga o'sha yopsa degan gap qo'yamiz o'zimiz ham. Nima qilamiz? Mana shu joyi ham videoga chot tutishni bilasizmi? Qanday? Mana shunaqa idea tuzayotganlarimiz ham kontent lekin. YouTube'ga qo'yib yuboramiz ham. Sani bir tiyin puling yo'q, lekin trade qilmoqchisan, qayerdan pul topish kerakligini men sizlarga o'rgataman hozir. Kurs sotib emas, birinchi Kurs sotib o'rgatiladi. emas. Birinchi o'rinda tavsiya kredit topib bosish kerak. Adbishi. Kirib ketish kerak. Ketish kerak. Agar Men hozir pizdes ideyalar topib qo'ygandimda, hozir birdan. toping davr. Agar trade o'xshamasa, Qurilishga ishlaymiz. qurilishga ishlayapsizlar. Rossiyaga banditlikka ketamiz. Ana video bo'ladi-yu. Qo'ylarning ichida bitta bo'ri ko'zi qizilib turadi-yu. Depozitga pul ishlayotgan seni do'sting degan. $10 ishlaydi, $10 slip qiladi. $100 ishlaydi, $100 slip qiladi. O'shami? Da. Ko'rib chiqaring, mana bu birinchisi. Garchi mana bu joyga 40 volni videoni ustiga qo'yasiz. Withdrawal degan narsani. Keyin bir kishi so'raydi. Siz so'raysiz, men nima ish qilasan deysiz. Traderman deyman. Mashina qanday? Yoki nimadir savol berasiz. Keyin jim boshlayman, qarab qolaman. Ishonasizmi? $1 yechganimni ko'rsatib qo'ygan maqsadda. Ha, qisqa video deysizmi?